tomirlarni, tiqilmalarni ko'zini o'yib ochirib yuboradigan uy sharoitida bepulini aytaman. Endi xohlasangiz pulligi ham bor. Astrgal. Qimmat turadi. Bepul. Chesnok toping, birodarlar. Yana chesnok. Jon birodarlar. Chesnokni oling, 10 tonasini chiroylisidan oling. Tushundingizmi? 10 ta chesnokni, lekin taxta bilan ezing. Ezing taxta bilan. Unga 10 dona limonning sokini qo'shing. Tushundingizmi? 10 dona limonning sokini qo'shing. 1 kilo asal aralashtiring, toza asal. Aralashtirib qo'yingda, bankani ichiga soldingizmi? Bankani ichiga og'zini latta bilan baylang. 3 qavat latta bilan yaxshilab baylab, 7 kun bir joyga qo'yib qo'ying. Tushundingizmi? Hopding. Ha? Qo'yib qo'ydingizda, undan keyin 7 kundan keyin og'zini ochib, oldigina qapqoq bilan yopib qo'yadi. Ana shuni har kuni ertalab och qo'ringa. Tushundingizmi? Och qo'ringa 1 choy qoshiqni shuni oldingizda shimib o'tirasiz. Biroq muroq hammasi ko'zini o'yoradi. Tushundingizmi? Yo'tallaringiz, asmalaringiz ham yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Tushundingizmi? Ana shu 1 choy qoshiqdan ertalab 4 choy qoshiq ertalab, mana ertalab qiladigan ish 4 choy, shuni shimib o'tirasiz. Tushundingizmi? Shimib, tilingiz tagiga qo'yib, ana shu qon tomirlar ana shu yerdan boshladi. Tez yutib bu yuborsangiz bo'ladi, lekin bor qon tomirlarga ham oshqozonga zo'r foyda beradi. Helikobakter bor-ku, ana shu viruslarni ko'zini o'yoradi. Ana shunday qilib lukka yutsangiz. Tugangacha mana shuni qiling. Ko'zini o'yar, takrorlab turing. Boshqa qariyalarga jo'natib qo'ying. Xo'p?